Siz shu uchastkoga beringda, men gaplashaman. Telefonni o'chirib aka. Men aytib bilasiz yetdi. Shu uchastkoga chaqirib, bu uchastkoga chaqirib turib telefonni bering, men gaplashaman. Mana gaplashing. Nimaga Xitoyliklar bizning urf-odatlarimizga aralashyapti? Nima haqqi bor ularning? Assalomu alaykum, Shavkat Mirziyoyev. Men murojaat bilan chiqyapman. Nima uchun Xitoyliklar O'zbekistonga kirib keldi? Bizning sohasiga kirib keldi, bu narsani eshitdik. Lekin yana bir xabarlarda eshityapmizki, O'zbekistonning yerlari sotilyapti xitoyliklarga. O'zbekistonda qarzi bor Xitoydan trillion deb narsani ham eshitdik. Nima uchun? Bizga mana shu narsa haqida ma'lumot bering. Biz xalqmiz. Sizni prezidentlikka biz saylaganmiz. Xalq saylagan. Siz xalqni eshitishga majbursiz, xalqni yengillik kiritishga majbursiz. Sveti narxini oshirib tashladinglar. Gazni narxini 1 yilda 3 marta oshirib yubordinglar. Ya'ni gapirgan odamni qamoqqa tiqaysizlar. Xalq unda kim eshitadi? Konstitutsiya juda ham mukammal ishlangan. Bizning qonunlar juda ham mukammal. Qonunimiz boylarga ishlamayapti, faqat kambag'allarga ishlayapti. Kambag'allar esa qaqshayapti faqat. Bizni ham eshitadigan ormi o'zi? Uyg'onaylik, bir-birimizga podдержка beraylik. Men olib chiqaman. Men hamma narsani olib chiqaman. Agar meni qamatib olishmasa, men O'zbekistonni yomonlamoqchi emasman. O'zbekiston bizniki. Men faqat prezidentdan yordam talab qilib chiqyapman, xalqqa yengillik bering deb. Bitta deputatingiz chiqdi, gazni ovqat qilsang, kosang oqarmaydi. Bu gapmi bu? 5600 so'm puling bo'lsa, sendan boy inson yo'q bir kunda. Buni qanaqa tushunish mumkin? O'rtoqlar, yurtdoshlar, menga podдержка beringlar. Birgalikda chiqamiz. Faqatgina podдержка bertirishinglar menga bo'ldi tamom. Agar ertaga qamalib kelsa, orqamdan turib beringlar, xalqmiz biz. Xalq prezidenti kimligini tayinlaydi. Siyosat bu xalq. Agar xalq bo'lmasa, siyosat ham bo'lmaydi, davlat ham bo'lmaydi. Bizga faqat yengillik talab qilishingizni so'raymiz. Bu videoni maksimal hammaga tarqatinglar. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston hammaga. Albatta menga podдержка bo'linglar, obuna bo'linglar. Menga yordam beringlar. O'zbekiston. Assalomu alaykum barchalarga. Xudo xolasa siz bilan bugun dolzarb bo'lgan mavzuni gaplashib o'tamiz. Ya'ni agarda ko'rgan bo'lsanglar, Instagramda video tarqalganda, ya'ni Xurshid degan bola, ya'ni akamiz prezidentga murojaat qilib chiqqan va murojaatdan so'ng u video ancha prosmotr yegan va xalq uni podдержка qilgan. Ya'ni xalq dardini gapirib chiqqani uchun, saviyasiz kontent qilmagani uchun u insonni podдержка qilishgan. Lekin yana uni orqasidan bir ikkita temani olib chiqqanidan keyin ichki ishlar xodimlari uni uyiga borib, ya'ni so'roq savol qilishgan va u akamiz harakat qilgan, o'zining tanishlariga aka menda shunaqa vaziyat bo'lyapti degandan so'ng xodimlar unga qarshi chora ko'rishgan, ya'ni qamashdi degan gaplar bo'lyapti. Bu haqida batafsil yana ma'lumot olib sizlarga video qilib chiqaraman. Hozir batafsil o'sha videoni sizlarga qo'yib beraman. Marhamat, videoni ko'ringlar. Agarda o'z fikringiz bo'lsa, marhamat kommentariyada yozing. Ya'ni u inson to'g'ri qilganmidi? Ya'ni xalq dardini aytib chiqsa, qanaqa vaziyat bo'ladi? Ko'rganimizdek eski videodaqa, ya'ni gaz haqida gapirib chiqqan akamiz 15 sutkaga kirgan. Xalq dardini gapirsa shunaqa vaziyatlar bo'ladimi? Ya'ni bo'layotgan hodisalar, misol uchun Xitoyning kirib kelishi, yana deputatlar haqida, Alisher Qodirov haqida gapirayotgan insonlar, nimaga xalq dardini gapirgan insonlar qamalyapti va bachkana video qo'yayotgan insonlar esa ko'tarilyapti. Bunga nima sabab? U inson to'g'ri qilyaptimi o'zi? Fikringizni yozing, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum do'stlar, bu tasvirda ko'rib turgan insoningizning ismi Xurshidjon, sirdaryolik bo'ladi. 2 minut nariyaqda biz video muloqot orqali gaplashayotgan paytimizda uyga uchastkoga kelib uje olib ketdi. Hozirgi paytda uchastkoxonada o'tiribdi. Nima qilishyapti, nima qo'yishyapti, qanaqa gaplar bo'lyapti bilmayman. Men bexabarman. Men bilan gaplashib turgan joyda uchastkoga kelib olib ketdi. Shuni telefonni o'chirib qo'yishdi. Telefonni bering, gaplashaman. Men tushuntiraman u odamlarga desam, tushunmadi. U bolani aybi nima? U bola to'g'risida xalq dardini olib chiqqani. Xalq dardini olib chiqqan insonda boshiga mana shunaqa kunlar solish boshlashyapti. Senlar dardingda nima? Biz xalq dardini gapirmaylikmi? O'zimiz dardimizni gapirmaylikmi? U xalqimiz dardi o'zining dardini gapiryapti. Xitoy nima uchun keldi deyapti. Xitoy nima sababdan aralashyapti deyapti. Nima sababdan xalq kambag'al, nima sababdan xalq nochor deb olib chiqyapti bu narsani. Nima sababdan senlar mahalla ko'yda o'g'irlik bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, bir g'arlar chiqyapti mahalla ko'ydan, shu narsalarga e'tibor bermasdan, imенно o'zining dardini gapirib chiqqan insonga ko'piga tushyapsan. Imенно senga o'xshagan mana shunaqa laganbardon uchastka o'ylardan orqasidan
Yaqinda men o'zim borib keldim O'zbekistonga. Alisher Qodirovga ozgina haqorat qilib qo'yganim uchun. Alisher Qodirov bez haqorat qilib yotdi. Misolda men bitta bir og'zim haqorat qilib qo'yganimda meni orqamga tushdi. Endi ben yetmaganda bu ukamizni Xurjon tarqasiga tushyapsan. Sizlardan iltimos, artistkani bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Sizlardan kuch olamiz, sizlardan quvvat olamiz. Bosib tarqatib tashlanglar. Ukam olib chiqmasa, men olib chiqaman. Men olib chiqmasam, o'sha ukam olib chiqadi. Yana yuragida o'tib bor ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, chiqinglar, dardini olib chiqinglar xalqni. Meni niyatim prosta O'zbekiston fuqarolari hammasi bir xil bo'lsin. Tepadagilar o'zi og'ziga tiqqan narsani pastdagilar bilan ham ulashishga harakat qilsin. Gapirgan gaplarini bilan to'g'ri kelib chiqaringlar, to'g'ri xulosa qilinglar. Imunda mana pagonda o'tirgan quloq akalar kimni sizlarga tegishli? Yana bitta savol, nima deb o'ylaysizlar? Nimaga saviyali kontent qilib, xalq dardidan gapirib chiqishsa, uni qamashadi yoki chora ko'rishadi, aksincha bachkana video olishsa, u insonga hech qanaqa chora ko'rilmaydi. Javobingizni kommentariyga yozib qoldiring. Aytgancha do'stlar, kanalim yangi bo'lgani sabab iltimos sizlardan podдержка kutib qolaman. Obuna bo'ling, like bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha